Nima qiladi? O'z qizini o'ldiradi. Juda qo'rqinchli qissa ekan oyi. Lekin buni bizga nima aloqasi bor? Shu qo'rquv bilan oilada qiz bola dunyoga kelsa, Kali ona poyiga qurbon qilib kelishgan. Unday bo'lsa, men ham shu oilaning qiziman. Seni dadang bunday sarqit udumlarga ishonmasdilar. O'g'ri ko'rdik. Kali onaga sharaflar. Katta rahmat. Biz 100 yillardan beri davom etib kelayotgan udumni buzgan edik. Bundan chiqdi, anavi yovuz menga hech nima qilolmaydimi oyi? Toki onang sen bilan birga ekan, senga hech kim hech nima qila olmaydi.